Hammaga yana bir salom qadrli aholi. Video qo'ymaganimga ham allaqachon 2 hafta bo'lib ketibdi. Va men mana shu oldingi video izohlardagi Minecraft topshiriqlarini bugun bajaraman. Mana shu videoda anchagina yaxshi aktiv kelibdi. Mana shu videoga o'tib 2 ta like bosib qo'ysangiz jami 100 ta like bo'lar ekan. Qani o'tib qo'yib like bosib qo'yinglar. O'tgan videoda topshiriqlar va yaxshi gaplar bo'lishiga qaramay, haypajorlarning ham izohlari bor ekan. Bot, Minecraft senga. Meni bularni qoralash niyatim yo'q. Bulardan tashqari so'kinib va haqoratli so'zlar aytganlar ham bo'ldi. Va men o'sha haypajorlarga shikoyat tashladim. Men shunchaki shuni aytib qo'ymoqchi edim. Shuning uchun haqoratli so'zlar ishlatib o'tirmang, bekor shikoyat tashlab yuboraman. Va men hozir o'tgan videodagi menga eng yoqqan kommentni sizlarga ko'rsataman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ham kuzatib boring. Xullas, o'tgan videodagi birinchi topshiriqda ko'plar meni g'irromchilik qildi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Lekin topshiriqning egasi, ya'ni admini ham buni iloji yo'qligini bildi. Men haypajorlik qilmoqchi emasman, lekin topshiriqning admini men qilib qo'ying deganlariga qo'yapman. Unda topshiriqlar bajarishni boshlayman. Menga ilojsiz topshiriqlardan boshlab iloji bor, ammo juda qiyin bo'lgan topshiriqlargacha keldi. Birinchi topshiriq meni eng yaxshi obunachimdan kelgan topshiriq ekan. 21 daqiqada qishloq yasang. Oldiganim yo'q, rostinim nomer 1. Qishloq yasash uchun eng qulay joyni qilib oldim. Ana endi. Xullas, cheat yozib olaman. Mana bu yerga sizlar qilib o'tirmanglar, bari sizlarga o'xshamaydi. Lekin men cheaterman, menga o'xshaydi. Mana bu yerga yozamiz function village plans deb, keyin esa mana bu yerda qishloq paydo bo'ladi. Kim tanigan bo'lsa, bu asosiy seriyadagi ikkinchi qishloq, asosiy seriya esa birga bo'lgandan keyin chiqadi. Bo'ldi, mana tayyor. Xohlasalaring eski old qishloqni ham yaratib bera olaman. Xo'sh, ana endi yozishda boshlayman chetda. Birinchi slash qo'yib, function qo'yamizdan keyin esa bu yerga kuchukcha Bu yerga village qo'yaman, keyin villagedan keyin slash qo'yib, plans qo'yaman. Plans emas edi. Old edi, old. Va shunday bosib yuboraman. Oldisga qishloq tayyor do'stlar. Hamma sog'ingandir bu qishloqlar. Mana o'sha qishloq qarochi. Bu topshiriq a'lo darajada bajarildi. Keyingi topshiriq sizga challenge 5 daqiqa ichida qishloq toping. Omad bro. Sizga ham rahmat bro. Yo'q, qadrli aholi, men sizlarga Dream yoki Carvis emasman. Ko'pinchalik qiyin narsalar berib tashadilaring. Mana shu ko'z qishloqqa boradi. Bu ko'zni otsa qishloqqa boradi 100%. Mana otamiz, ana shu ko'zlarda orqasidan yuramiz, u qishloqqa boradi. Men bu challenge-da 3-marta takrorlashim, 3ta o'xshadi. Qolgan ikkitasida o'xshamadi, lekin juda ham qiyin challenge ekan bu ham. Shu o'tirib yurmasa mana bu ochilmayapti-da, uchib yurganimga. Jin o'rgulari, shu Minecraft qishloq. Topildi-ku qishloqlaring. Bo'la challenge bajarildi. Mana 5 daqiqa o'tib ketmasidan qishloq topildi do'stlar. Xo'sh, kengaza taxta derazadan uy quring, omad yog'och yoki taxta bir xil. Xullas bo'lmasdan boshlaymiz. Unda boshlab olsam ham bo'ladi. Mana bambukli o'rmondan paydo bo'libman. Xullas bo'lmasam boshlaymiz. Uje kech tushyapti-ku. Ertalab qolsam ham bo'lasdi-ku, lekin qilmadim, mayli.
Xullas bu ham bajarildi. Haypajor Zombie Gamer'dan challenge kelibdi. Senga challenge 10 daqiqada qarmoq yasab baliq ovla. Buni bajara olmaysan. Men sizlarga noobga o'xshab ko'rmayapmanmi? Mabodo bu oson challenge-ku. Xullas, men mana bu qishloqlardan loot qilib olaman birinchi. Lekin baribir qiyinchilik bor. Ayniqsa o'rgimchak chiqmasa, bu ham 3-urinishda qilyapman men mana uni. Men bu challenge-ni kechga yaqin boshlab oldim, chunki kechga yaqin o'rgimchaklar spawn bo'lishni boshlaydi va men ularni o'ldirib, iplarni olib, keyin esa qarmoq yasayman. Va mana o'zim uchun himoya va daraxtdan cho'p olib olaman. Va nihoyat yoz keldi. Endi videolar faqatgina yakshanba kuni emas, boshqa kunlari ham chiqib turadi. Bu degani kanal endi aktiv bo'ladi. Mana shu yerdagi aholi sonini ko'paytirish uchun esa siz obuna bo'lib qo'ying. Unda videoni davom ettiraman. Bu yoqqa kel la'nata qo'ng'iz. Men seni qancha vaqt qidirganimni bilasanmi? Уже 4 minut qoldi. Demak, seni 6 minut qidirganman yoki 5 minut. Xullas, undan ikkita ip tushdi. Bu qarmoqqa bemalol yetadi. Men mana bu yerga kirib, verstagi bor ekan. Verstagda esa men qarmoq yasab olaman. Qarmoq yasab bo'lgandan keyin uxlab olib, tur bu yerdan la'nata kasbga borish. Xullas, ertalab baliq ushlayman. Unda baliq ushlashni boshlayveraman. Baliq ushlasam esimda yo'q qanday ushlashi o'zi. Xo'sh, men joyda o'zgartirdim. Ana u yerdan pufak kelyapti, ya'ni baliq. Yo'q, mana ushladim. Bu baliqdan problema ekan-ku, bu baliqni ushlash. Mana Haypajor Zombie Gamer challenge bajarildi do'stim. Keyingi challenge'larni yozib qoldir agar xohlasang, xohlamasang bilmayman. Xullas, bu topshiriqlar o'rtacha topshiriqlardan edi. Ana endi men eng qiyin topshiriqlarni bajarishni boshlayman. Jigar, sizga butun youtuberlarga bergan challenge'im 5 minut ichida 30 xil blok toping. Creative yoki survivalda deganimda farqi yo'q dedilar. Men challenge bajarish uchun qishlog'imga kirib oldim, chunki mana unaqa ko'kalamzorlarda buni qilishda umuman iloji yo'q. Shu ham endi chiqsa 5 daqiqa ichida 30 xil blok. Taxta, keyin esa mana unaqa chopilgan yog'och, tosh, zina blok, keyin esa mana unaqa oq betonmi bu bilmam. Keyin mana u o't bosgan, keyin daraxt, keyin esa ana toshli zina blok, undan keyin esa mana bu yarimtalik, keyin ana bu mana unaqa rishotga o'xshagan rishotkani o'zi, mana bu blok pechka, keyin esa yana nima bor? Nima bor? Och. Keyin esa sandiq, sandiqdan keyin esa bu bloklar hisobga oldik. Xo'sh, qochib turlanadi. Keyin mana unaqa qozon, yarimtalik taxta blok, undan keyin mana xonadonda bor, keyin mana unaqa shag'alga o'xshagan narsa va mana bu, keyin mana u arra. Xo'sh, keyin nima bor? Keyin mana bu yerda mana unaqa tosh bor, mana unaqa toshni siniq versiyasi, yarimtaliga o't bosgani, keyin buni rishotkaga o'xshagani, obsidian, yig'loq obsidian, keyin nether bloklari, oltin, magma, xullas yana nima bor? Xo'sh, nima bor? Mana bu koster bor ekan. Keyin mening uyimda nima bor? Xo'sh, mening uyimda och. Xo'sh, mening uyimda nima bor ekan? Anvil hisobga kirsa kiradi, keyin verstag bor ekan. Xo'sh, boshqa joylarda ham ko'rish kerak. Mana masalan o'tli yer blok ham kiradi, keyin xo'sh, yana nima kiradi? Keyin mana bunaqa ekin eksa bo'ladigan yer. Undan keyin esa bochka. Xo'sh, bu yerda bochka bor ekan. Undan keyin yana nima bor? Xo'sh, unda davom etaman. Bu yerda mana bunaqa lampochka bilan yarimtalik qanaqadir elektron plitka bor ekan. Bu yerda yana nima bor? Barik blok bor. Qo'ng'iroq hisobga kirsa kiradi, uni bilmadim. Keyin mana bunaqa yo'l blok bor. Ya'ni yerda yo'l qilingani. Yarimtalik tosh qani? Mana ekan. Rovna 5 minut ichida 62 xil blok topdim. Lekin ko'pchilik bu challenge bajarmabdi. Mana shu kishi berganini, kibrlik qilganmi yo bajarishiga ko'zi yetmaganmi? Lekin men bajardim. Bu esa like arziydi. Mana bu yerda somon bilan qovoq kalla ham bor ekan, 64 ta. Bro, sizga challenge 30 daqiqada Ender Dragonni yo'q qilib, uning tuxumini olib portalga kirib, u yerdan elitro olib, qaytib kelib Ender Dragonni qayta spawn qiling. Nima? Buni mayli qilishga harakat qilib ko'raman. Xo'sh, qadrli aholi, unda men challenge boshlayman. Bu oson challenge emas do'stlar. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Menga odamlar qancha vaqt ketadi? Ya'ni meni qancha vaqtim ketdi?
Xullas, men bu safar kamon olib ko'rdim. Kamon legenda deyishuvdi, uzr musir deganim uchun. Shuning uchun hayplarim keldi. Xo'sh, ana endi mana uni chiqamizdagi mana shu yerga bitta blok qo'yib yuboramiz. Kalla ishlaydi. O'zim boya teshikni teleport qilasdim. Xullas, mana shu kamonchani hozir uqlab olib otamiz ana unga. Kamonga kuchli sehrlar bor ekan, shuning uchun juda kuchli ekan do'stlar. Ajdarda xo'rlanadigan payti keldi. Shu ajdarda rosa xo'rlab tashyapti-da oxirgi paytlar o'zbekistonliklar. Endi bo'ldi, shu ajdardan boshqa challenge beringlar. To'rtta 47 daqiqada o'ldirdim. Yangi rekord. Ana endi bu tiranchani tuxumini olsam bo'ldi. O'tgan safar 8 daqiqada o'ldirgan edim. Bu safar har doim mana uni oshiryapman degan tajribamni. Xo'sh, qadrli xalq, sizlarga gapim bor. Videoni montajini qisqartiraman, chunki video ancha uzun bo'lib ketdi. Shuning uchun qisqa asosiy joylarini ko'rsatib ketaman. Tuxum olindi. Portalga kirildi. Xo'sh, bo'ldimi, kirildimi? Men uncha ko'p kirmaganman, kirgan bo'lsam ham umrimda elektr topmaganman. Xuddi o'tgan safar birinchi marta olmos topganday, bu safar birinchi marta elektr olaman. Chunki men sababini aytganman, har doim ijodiy rejimda o'ynaganman. O'zi buni qanday topsa bo'ladi? Boyagi qasrlarda oldida kemalar bo'ladi deb eshitganman. Men boyagi portalchani yo'qotib qo'ymaslik uchun iz qoldirib ketyapman bunday qilib. Xullas, keyin yo'qolib qolmayman-da. Mana ko'rib turganingizdek, men bitta qasr topdim, ammo bu yerdan elektr kema ham itam-bitam chiqmadi. Shuning uchun men boshqasini qidirgani ketdim. Xullas, mana o'sha qayiqdan tarqagan kema mana bu yerda pastga tushish joyi bor, adashmasam bor ekan mana. Keyin mana bu yerdan pastga yana bitta tushish joyi bor. U shalker. Lekin men shalkerlarga ko'z tegmasin, menga ko'p yordam berdi minoralarga chiqib olishga. Xullas, biror nimani olib qo'yib, o'rniga elektron olmasam ham blokda. Mana ana endi bizda elektro bor. Elektromiz bor endi bizda. Men omadlar quroli bo'lganim uchun menga elektro juda ham tez chiqdi. Xo'sh, yana nima bor? Bu yerda hech nima yo'q boshqa. Ana endi bu yerda tark etamiz. Ana endi men elektro bilan uchib ketaman. Yo'lim qayda edi o'zi? Yo'limni yo'qotib qo'ydim-ku. Xo'sh, men qayerdir belgi qo'yganman. Mana. Ana shu asta qo'nib olaman, короче. Mana shu tarafga endi o'chaman. Bo'shliqqa juda ko'p marta tushib ketdim-da va nihoyat asta mana shu qo'yib olay. Mana bo'shliqqa necha marta tushib ketdim, baribir qutulib qochdim. Ana endi mana shu shunday o'tib, nima bo'lyapti? Elektron ta'siri bo'lsa kerak. Xo'sh, ana endi mana bu yoqqa ko'z otamiz. Ko'z tegmasin menga. Bu yerdan nima qilsam bo'ladi? Kristal olaman. Keyin esa mana uni yechib qo'yaman. Chunki men hozir chaqiruv texnikasi bilan ajdarni yana qayta tiriltira olaman. Ajdarning anosiga boramiz, ya'ni qo'nar joyiga. Mana bu yerga bitta qo'yib yuborib chaqiramiz ajdarxoni. Va nihoyat ajdar tirilmoqda. La'nat ajdar-ey. Xullas, mana do'stlar, challenge barchasi bajarildi. Elektro oldim, mana tuxum oldim. Xullas, bajarildi-da mana hammasi. Lekin mana shu challenge bergan odam ham chotga bergan ekan. Ham vaqt yetdi, ham buni iloji bor. Keyingi challenge'larda ham kutib qolaman. Siz esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hozir oldinda yana bir challenge bor. Agar sizga challenge 35 daqiqada portal quring va u yerda 3 ta vizir skeletning kallasini olib keling. To'g'risini aytsam, meni eng qiynagan challenge mana shu bo'ldi do'stlar. Vahshiyda qiynagan bor-ku bu challenge. Men buni bir 10-marta qilyapmanmi? Yo, 10-marta emas-ku-ya. Shu 5 martadan ko'p qildim. Keyin esa bo'lmadi. Oxir qilichimni mana lootingga sehrlab olib, ana endi boryapman.
Ana endi men lava ko'li topishimga to'g'ri keladi. Lava ko'liga suv tashab obsidiantlarni qazib oldim. Ana ishonmasangiz lava ko'li anaqa. Xullas ana endi portal quryapman. Portal yasash ishlari bitdi. Ana endi men skeletlar chiqadigan, ya'ni wizard skeletlar chiqadigan joy fortressni topishim kerak. Baloyi battar ham chiqmayapti desam, mana bu yerda fortress chiqdi. Men bu yerda wizard skeletlarni o'ldirgan joyimni ko'rsatish anavim yo'q, chunki video juda ham uzun bo'lib ketdi. 3 ta wizardni kallasini olgan joyimdan boshlab kesib ko'rsatib, shu bilan challenge'larni yakunlayman. Yo, kelinglar meni bolajonim. O'zi mana shularni men itdan battar yomon ko'rar edim. O'zi menga bular juda ham yoqib qoldi. Yo, mana tushdi, qochib turay la'nati. Bular menga effekti yoqmaydi xullas. Mana o'lim do'stlar. 5 va 9 soniyada qolganini bajardim. Bu eng qiyin challenge bo'ldi deb ayta olaman. Eng qiyin challenge bo'ldi deb 100% ayta olaman buni. Chunki bu anavi ajdarni o'ldirib, tuxumini olib, elitra olib, qayta tiriltirishdan ham qiyin bo'ldi bu do'stlar. To'g'risi lekin. Mana o'sha 3 ta kalla. Shuni ham looting sehri bilan oldim. Bo'lmasam ololmadim. Chunki looting yo'qligidan oldin mana shu o'ldirganlarimdan ko'p skelet o'ldirgan edim. Bittasidan tushmadi. Lootingni olgandan keyin tusha boshladi. Sizga challenge 10 daqiqada 0 dan boshlab hech qanaqa setlarsiz Minecraftni yuting. Bilasizlarmi do'stlar, buni O'zbekistondan hali hech kim qilmagan. Hozirgi rekordlar bo'yicha Kenan Kardes 1:15 soniya ichida, Lovka esa 5:30 soniya ichida yutgan. Bular oddiy o'ynab yutmagan, bular SSD va glitches yordamida yutgan. Ya'ni bu eng halol o'yin turi deb hisobga olinib, ular rekordlarni urib qo'ygan. Xo'sh, qadrli aholi, mana video o'z nihoyasiga yetmoqda. Ana endi men faqatgina obuna bo'lganlarni, challenge'larni bajaraman. Obuna bo'lganlar esa mana bu yerdan ko'rinib turadi. Bunaqa challenge ham fakt, ham sifatli montaj videolarini hali ko'pchilik qilmaydi va shuning uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Relik Kemerida keyingi videolargacha sog'lik omonlikda ko'rishguncha